Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Charchamasdan ozdan lavha qilay dedik yer maydonimizda. Mana ko'chatlarimiz bugungi holati. Yo'q, ozdan pomidor balgasklar ham bor, mana chiroyli o'sib turibdi bular ham. Ko'chatlarning holati bugungi kundagi. Koreyskilar, Albion, Alba Cleary. Ochiq maydondagi ertaga xudo agrovolokni to'shamalarni yopamiz hiç. Vaqt bo'lmaydi shunga. Bu beyozorlar gulga kirib ketib qoldi. Endi ertaga bir sefer gulni oldirib tashlaymiz. Kichkina ko'chatchalarimiz bo'lsa ham ular ham tanab ochishni boshladi. Tanoblarni beryapti endi kichkina bo'lsa ham. Ertaga bir sedirg'a gullarni olib tashlaymiz chiroyli qilib. Shu bilan o'z joyiga tushib ketadi bular. Bu yoqdan hosil boshlandi, xudo xolasa nishonlarni berib. Ko'rsan, qip-qizil arada qizarib turibdi. Ular tanoblarini ham endi yulib mikrobga o'tirgizamiz, xudo xolasa. Bu yoqdan mana g'o'ralari, mevalari. Hasharotdan ehtiyot bo'lish kerak. Hasharotdan ozgina ehtiyot bo'lish kerak. Hasharoti kasalligidan. Tomonlar endi koreyskilarimiz. Chiroyli holatda turibdi, uni yashil massasi, boshqasi. Mana Albion 8lik istagan bostirgan ko'chatlarimiz. Mana shu yerda chiroyli bo'lib turibdi. Hali sekin kun ildizlarini ham ko'ramiz bulardan. Albionda holatlari mana. Bu onalik ko'chat endi. Yonda bolalar hammasi. Bu yoqdagi mevaga tashlaymiz, xudo xolasa buni. Mana bu tanoblarni mikrobga olamiz yaxshilab. Qolganini ko'chatga tashlaymiz. Hosilga tashlaymiz ko'chatga devorib. Ko'chatni olgandan keyin bu yerga issiqlik ham bo'lyapti. Bu baribir shunday issiq sal rivojlanishini sekinlashtirdi. Bu albionlar endi. Bak balojna onasini bag'ridan uzmasdan ko'chat bostirib bular ham. 15-20 kun ishlaymizda, keyin sekin onasini bag'ridan yurib olamiz bular. Adam xuddi shu tarzda ketdi. Mana bu yerda ham xuddi shu tarzda ketyapti. Ular işte 8lik istakanlar bor. Bu yashikchalarimizda kichkina shuni yashikcha ataylab shu kivini yashigini olib keltirdim. 8lik istakan qo'yilgan. Bir ko'chat ost tomonda shatta kesib, bitta sug'urib bularni ham olamiz. Bunaqa yo'llarni ham qilsa bo'ladi. Hozir paytdagi berayotgan hosillar. Bo'ladi, yomon emas bu. Chekadan quyosh urgan joyi yo'q. Quyosh ursa bilasiz, boshqa ko'rinishdan oqarib qoladi bular quyosh ursa. Qolganda endi bu yo'g'i Allohdan hali. Chilla kirsa qanaqa bo'ladi? Qani kuzatamiz nima bo'lar ekan, xudo xolasa. Lekin iloji boricha hosilni olishga harakat qilish kerak. Tashlab qo'ymash kerak-da buni. Charchamanglar.